Samarqanddagi baxtsiz falokatdan 6 kishi vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 9-may kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Samarqand shahar Bog'isaroy Mefiya Spitament ko'chasida joylashgan uylarning birida gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ma'lumot kelib tushgandan so'ng yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borib, baxtsiz hodisa oqibatlarini bartaraf etishga kurashgan. Chaqnash oqibatida hosil bo'lgan kinetik zarbadan uyning temir beton konstruksiyalari qulab tushgan. Uyning 1, 2, 3 qavatlari va yerto'la qismi zararlangan. Yong'in sodir bo'lmagan. Olib borilgan harakatlardan so'ng vayronalar ostidan 6 nafar fuqaroning jasadi topilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ishchi guruhi rahbarlarida Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i, prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi, sog'liqni saqlash boshqarmasi, Milliy gvardiya, hudud gaz ta'minot xizmatlaridan tezkor shtab tuzilib, vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Bunga 10 ta asosiy va maxsus yong'in qutqaruv texnikalari va favqulodda vaziyatlar davlat tizimining kuch vositalari jalb etilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovda surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.